Assalamu alaykum. Bir kechisi Peygamber aleyhisselamның yanıga qo'sig'i ash, tamaqdan mahrum qalgan bir kishi kelib, Rasulullah'dan yeydigan bir narsa so'radi. Peygamber aleyhisselam onu mehman qilaman deb uyga kirgizdi. Biroq uyda yegidek hech narsa topamadi. Shuning bilan Allohning elchisi mesjidga chiqib, bu kechisi qirinishimizni kim mehman qilalaydi deb musulmonlarga murojaat qildi. Sahabalarning arsidan bir ansari chiqib, ey Allohning elchisi, bu qirinishimizni men uyimga apirib mehman qilay deb iltimosini bildirdi. Ammo o'zi uyda tamoqning bar yo'qligidan bexabar edi. Ular Ansarining uyga kelgan chaqda Ansari ayoliga bu Allohning elchisining mehmoni, uningdan hech narsa ayima deb aytdi. Ayoli bo'lsa, Alloh bilan qasamki, uyimizda ballalarimizga qoldirgan g'izodan boshqa yegidek hech narsa yo'q deb javob qaytardi. Yo'ldoshi ayoliga, "Undaq bo'lsa, sen ballarimizni yatqizib uxlatqin, chiroqni o'chirib, tamoqni akelgin. Mehmon tamoq yesin, biz bo'lsak, uning bilan bir jo'zida o'ltirib, g'izolanayotgan ko'rinishda bo'layli" dedi. Shunday qilib, mehmon Ansarining uyida tamoq yeb, qo'sig'ini to'yg'izdi. Aytsa, Ansari Peygamber aleyhisselam bilan uchrashganda Allohning elchisi uningga asman ahli, ya'ni asmandagi perishtalar sizlarning bu kechisi qilgan ishinglardan hayron qoldi. Qilgan ishinglarga bog'liq Alloh taolo bu oyatni nazil qildi dedi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Asman ahli ularning qilgan ishlaridan hayron qoldi. Haqiqatan bu Ansari va uning ayoli ajablanarlik ish qildi. Bu amili bilan ular bizga Rasulullahning iltimosini ijro qilishida oliy misol ko'rsatdi. Haqiqiy do'stlik, diniy qarindoshlikning qanday bo'lishi kerakligining buyuk ulga izhor qildi. Ular bizga sexiylikning va mehmondo'stlikning oliy darajalik namuna ko'rsatdi. Iymonni yaxshi amallar bilan tasdiqlash kerak ekanligini o'rgatdi. Chunki Payg'ambar alayhisalom bir hadisda kim Allohga va qiyomat kuniga ishonadigan mehmonga izzat hurmat bildirsin degan ekan.